C Sharp'da ko'p ishlatiladigan kontrollar. Rich Textbox, ya'ni mol tekst ramkasi. Biz burun Textbox'ni ko'rib o'tdik. Textbox'da biz tekst kirgizgan vaqtimizda uningki rangi, xat nusxasi, cho'ng kichiklikka degandek tekstga munosabatlik xosliqlarni xohlagancha tanishga olmaydi. Ya'ni biz uning rangi yoki xat nusxasini tanishsak, butun tekst ramkasiningki xosligi butunlay o'zgaradi. Bir tekst ramkasidagi ma'lum tekstning rangini ko'k, ma'lum tekstning rangini qizil deganga o'xshash tanishga olmaydi. Ya'ni biz burun ishlatgan Textbox Windows'dagi Notepadga o'xshaydi. Endi bu yerdagi multi ramkasi degani Windows'dagi WordPad, ya'ni yoziq taxtasi Shazbangga o'xshaydi. Biz WordPadning o'zini ko'rib boqaylik. Yana biz WordPadda xat kirgizgan vaqtimizda biz bu kirgizgan tekstlarningki xosliqlarini xohlagancha tanisha olamiz. Masalan, buningki xat nusxasini tanisha olamiz. Buning cho'ng kichikligini bekita olamiz. Buni tom, yanto yoki ostiga silg'anib tig'la olamiz. Yoki bo'lmasa buningki rangini o'zgartira olamiz. Ya'ni tekstning rangini, buningki tagligining rangini deganga o'xshash. Endi biz bu yerda so'zlamoqchi bo'lgan Rich Textbox shu WordPadga o'xshaydigan tekst ramkasi. Bu odatda bir qadar murakkab formatdagi tekstlarni shaklga kirgizish uchun ishlatiladi yoki shundaq mazmunlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Yana rasmda ko'rsatilgandek multi-text ramkasida har xil formatda ko'rsatiladi. Biz buni Visual Studio'ning o'zi ko'rib boqaylik. Rich Textbox'dan birini qurib oldik. Endi biz buningki ozroq mashg'ulot qilaylik. Biz kodda buni ishlatish uchun buningki bir ism qo'yib olaylik. Rich Textbox content. Endi biz buningki kirgizilgan tekstningki rangini o'zgartiradigan va uni o'ttirg'i to'g'rilaydigan ikki xil miqdor qo'shaylik. btn change color. Bunun teksti change color. Ben bu kontrollarninki ismini bu tekstlarni biyos İngilizce qo'yaverdim. Buni Uyg'urcha yozsaqmi bo'ldi. Faqat vaqtni tejash uchun biyoslarni yozyapman. Mashq qilgan vaqtinglarda biyosni Uyg'urcha yozib mashq qilsanglar bo'ldi. Ikkinchi knopkaninki ismi btn align teksti align center. Endi biz bu yerga qo'yilgan 3 kontrolning hammaga ism qo'yib oldik. Biz bu shu ism bo'yicha mashg'ulot topsak bo'ldi. Biz oldinlar rang tanishadigan kod yozaylik. Bu knopkani qo'shib chekdik. Buning ichiga biz Rich Textbox contentninki selection color xosligini tanlab buningkiga qimmat beramiz. Color masalan buning rangi yeshil bo'lsin. Green. Endi biz programmamizni ijro qilib ko'raylik.
Biz buningki xalqan bir tekstni tanlab bu knopkani bassak buning rengi o'zgaradi. Ya'ni biz yeşil o'zgarsin degan. Hamda biz boshqa tekstni tanlab yana bassak yana o'zgaradi. Navada biz xalqan rangni o'zgartmoqchi bo'lsak, bu yerga rang tanlaydigan bir kontrolni qo'yib, rangni tanlagandan keyin o'sha o'zgaradigan qilsakmi bo'ldi. Navada biz buningki rengidan boshqa yana boshqa xaslıqni o'zgartmoqchi bo'lsak, yana konkret kodlarni yozsak bo'ldi. Hamda biz davomli buningkiga o'tirg'i to'g'rilaydigan kodni yozaylik. Ko'znakdan bu o'tirg'i to'g'rilaydigan knopkani qo'shib chekdik. Rich text box contentning selection alignment ten horizontal alignment center. Yani o'tirg'i to'g'rilisini dedik. Mesela biz bu kurunu o'tirg'i to'g'rilamoqchi bo'lsak, bu knopkani bassak o'tirg'i to'g'rilandi. Hamda biz burun yozgan kodga asosan buning ma'lum qismini yeşil rangga o'zgartmoqchi bo'lsak, yeşil rangga o'zgartdi. Hamda odatda tekstninki yo'nalishini to'g'rilagan vaqtda bir qurdagi tekstni o'xshamagan yo'nalishda to'g'rilaolmaydi. Ya'ni butun bir qur o'zgaradi. Shunga buningki qanchalik yerini tanlashimizga qat'iy nazar bu hammasi o'tirg'i to'g'rilandi. Navada biz buni o'ngga yoki so'lga to'g'rilamoqchi bo'lsak, mushu kodimizni o'zgartsak bo'ldi. Ya'ni bu horizontal alignment degan enamninki bir qancha qimmati bor. Center, left, right degan o'xshash. Mush qimmatlarni tanlab o'zgartsak bo'ldi. Masalan, o'ngga to'g'rilamoqchi bo'lsak, tanladik, knopkani bassak o'ngga to'g'rilandi. Endi Rich Text Box'ninki nurg'un xaslıqlari bor. Buning hammani bu yerda tafsiliy ko'rib bo'lmaydi. Buningki xaslıqlarini ko'rib ismiga asosan o'zingizlar mashq qilib kerakli iqtidorga erishsanglar bo'ldi. Shuning bilan Rich Text Box to'g'risidagi mazmunlarimiz bu yerda oxirlashdi.